Diqqat, dahshatli falokat yuz berdi. 50 dan ortiq avtomobillar to'qnashishi oqibatida ko'plab odamlar vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchi. Shu kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Yaponiyada muzlama sababli yirik yo'l transport hodisasi yuz berdi. Bu haqida Yaponiya jamoat televideniyesi xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, tezkor avtomagistralda 50 dan ortiq avtomobil to'qnashgan, ulardan kamida 10 tasi yonib ketgan. Ommaviy avariya oqibatida bir nafar keksa ayol vafot etgan, yana 5 kishi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. 21 kishi esa turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Rasmiylarga ko'ra, qurbonlar va jabrlanganlar soni hali yakuniy emas, u ko'payishi mumkin deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.